Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni ham ustunovka qilib bo'ldik. Bu darvozamizni Marhamat tumaniga o'rnashtirdik. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, juda ham joyimizga chiroyli o'rnashdi. O'rnashtirilish holatlarini sizlarga va materiallarni bir boshdan tushuntirib o'taman. Devorga yopish holatlari juda ham chiroyli chiqdi. Tekis zazur yo'q bo'ldi. Chekkada ozgina zazur bor. Remont bo'lganda yopilib ketadigan bo'ldi. Mana holati darvozamizni sharmanka darvoza 2 arkali, tepasi ozgina setka bo'ldi. Akamiz Rossiyada turib zakaz berishgan edi. Zamoklarimiz o'sha 5 yillik garantiya beradigan zamogimizdan. Mana ochilib yopilishlari listimiz. Mana eshitib turibsizlar, o'zi shum yo'q, daram-durum qilmaydi. Juda ham chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Endi bu darvozamiz 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab olib kelib o'rnashtirib berdik. O'sha hamma yo'g'ini, kraskasi, zamogi, bunday olib kelib o'rnashtirib berishimiz bilan kvadrat metrini 700 ming so'mdan 9 million so'mga olib kelib o'rnashtirib berdik mana shu darvozani. Bo'yiga 380 bo'ldi, eniga 330. Hurmatli obunachilar. Kraskamizni ko'pchilik kraskamiz albatta gruntovka urilgan, keyin ustidan matviy kraska sachganmiz. Kraskasi matviy, o'sha ko'pchilik ishqoz bo'lyapti, ham juda ham chiroyli turyapti joyimizga. Orqa holati mana darvozamizni. Orqasi ham juda ham chiroyli chiqdi mana. Mokriy svet bo'ldi, orqasi ham o'sha matviy moslandi. Endi sizlarga bir qator ochilib yopilishlarini ko'rsatib beraman. O'rnga turgan holatini. Mana hurmatli obunachilar, olib kelib o'rnashtirilgan, qo'yilgan joyda turadi darvozamiz. 50 sm tepasi отдельный, ochilmaydi. Bu yog'i ham. Olib kelib to'xtatgan joyda turibdi mana darvozamiz. Sardorbek qulflab yuborgan. Darvozamizni ochilib yopilishlari hamma yo'g'i urvenda bo'ldi, konkretni xudo xolasa. Akamizga nasib qilsin, Rossiyada turib zakaz berishgan. Musofirdagi aka-ukalar bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Islom ustasilarining xizmatlaringda akalar. Kimga shunaqangi darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram, Imo, WhatsAppimiz bor. Murojaat qilaverasizlar akalar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar. Islom Usta kanalini tomosha qilyapsizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.